Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va aziz nuroniy otaxon onaxonlar. Bugungi videoda biz sizning pensiya pullaringiz nega kechikayotgani, bu holatda qanday yo'l tutishingiz kerakligi va huquqlaringizni qanday himoya qilish mumkinligini birma-bir batafsil tushuntirib beramiz. Ushbu masalaga chuqur nazar tashlaymiz va sizni qiynayotgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, umr bo'yi halol mehnat qilib, farovon keksalikni orzu qilgansiz. Oilangiz uchun, vatan uchun tinimsiz mehnat qilib, o'zingizga munosib hayotni ta'minlashni istagansiz. Ammo bugun eng ehtiyojmand paytingizda, eng ko'p e'tiborga muhtoj bo'lgan davrda davlat sizga va'da qilingan, qonunan belgilangan pullarni bermayapti. Kompyuter dasturidagi oddiy bir xato, tizimdagi kutilmagan nosozlik yoki oddiy bir tushunmovchilik tufayli millionlab qariyalarimiz yana bir bor o'z haqqini kutishga majbur. Bu adolatdanmi? Bu munosibmi? Bu savollar har bir vijdonli insonni o'ylantirishi kerak. Aziz otaxonlar va onaxonlar, sizlar bu yurtning chinakam bunyodkorlarisiz, uning faxri va g'ururisiz. Sizlar Ikkinchi jahon urushining dahshatlarini, ocharchilikni, yo'qchilikni boshdan kechirgan buyuk avlodsiz. Mustaqilligimizni qurishda, uni mustahkamlashda ter to'kdingiz, uyqu bilmadingiz. Har biringizning peshonangizda qadrli ajinlar, qo'llaringizda esa umr bo'yi qilgan fidokorona mehnatingizning izlari bor. Sizlar vatan uchun jon kuydirdingiz, farzandlaringizni o'qitdingiz, tarbiyaladingiz, ularni elga xizmat qiladigan insonlar qilib voyaga yetkazdingiz. Bugun esa shu yillar davomida to'plagan pensiya jamg'armangiz, umr bo'yi to'langan majburiy badallaringiz evaziga olishingiz kerak bo'lgan pulni go'yo dasturda nosozlik degan oddiy bir bahona bilan kechiktirishmoqda. Bu xuddi sizning butun umrlik mehnatlaringizni, qilgan xizmatlaringizni bir pulga ham olmayotgandek tuyuladi. Xuddi sizning qadringizni bilmayotgandek bo'lib ko'rinadi. Bu vaziyat nafaqat moddiy qiyinchiliklarga sabab bo'ladi, balki ruhiy jihatdan ham og'ir botadi. Necha yillik mehnat stajingiz bor? Qaysi sohada xizmat qildingiz? Qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirib, bugungi pensiyangizni ishlab topdingiz? O'sha og'ir davrlarda, masalan, paxta dalalarida yoki zavodlarda, qurilishlarda ishlaganingizda kun kelib, davlat sizning haqqingizni shunday bahonalar bilan kechiktirishini tasavvur qilganmisiz? Iltimos, izohlarda o'z hikoyalaringizni, mehnat yo'lingizni yozib qoldiring. Bilamiz, bu sizni g'urur bilan to'ldiradi va boshqalarga ham kuch beradi. Biz sizning ovozingizni eshitishni istaymiz, chunki sizning har bir hikoyangiz qadrlidir. Har biringizning turmush tarzingiz bu yurtning tarixidir. Pensiya qonunchiligidagi har bir o'zgarishni, har bir yangilikni o'z vaqtida bilish, huquqlaringizni himoya qilishda kuchli yuridik yordam olish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Faqat shu yo'l bilan siz muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz va o'zingizni to'liq himoyalashingiz mumkin bo'ladi. Biz sizning manfaatdoringiz, sizning huquqiy himoyachingizmiz. Keling, eslang, avvallari pensiya pullari qanday berilar edi? Sovet davrida ham, mustaqilligimizning ilk yillarida ham pensiya pullari deyarli hech qachon kechiktirilmas edi. Barcha to'lovlar belgilangan muddatda, aniq bir sanada, odatda har oyning 5 yoki 10 sanasigacha tarqatilar edi. Odamlar o'z pullarini olish uchun banklar yoki pochta bo'limlari oldida navbatda turishardi-yu, ammo hech kim pullarning o'zi kelmasligidan yoki ularning kechikishidan xavotirlanmas edi. Chunki bu davlatning majburiyati, fuqarolarning esa ajralmas konstitutsiyaviy huquqi edi. Hatto eng chekka qishloqlarga ham, eng uzoq ovullarga ham pensiya pullari aniq muddatda, qog'ozlarda ko'rsatilganidek yetkazilar edi. O'shanda pensiyani kutish emas, balki uni olish quvonchi mavjud edi. Keksa yoshdagi insonlar o'z pullariga ishonch bilan qarab, rejalari bor edi. Nabiralariga sovg'a olish, oilaviy xarajatlarga yordam berish, dori-darmon sotib olish. Bu ularning hayotining ajralmas qismi edi. Bugun esa nima bo'lyapti? Axborot texnologiyalari misli ko'rilmagan darajada taraqqiy etgan, davlat xizmatlari raqamlashtirilgan, tezkor va shaffof bo'lishi kerak bo'lgan bir davrda pensiya to'lovlarining muntazam ravishda kechikishi. Bu holatni qanday izohlash mumkin? Rasmiy sabab sifatida ko'pincha dasturiy ta'minotdagi nosozliklar, texnik xatolar yoki ma'lumotlar bazasidagi muammolar keltiriladi. Biz advokat sifatida bu kabi sabablarning borligini inkor etmaymiz. Ammo bu kabi muammolar zamonaviy texnologiyalar yordamida 1 yoki 2 kun ichida, maksimal 5 kun ichida bartaraf etilishi kerak emasmi? Nega uzoq muddat davomida hal etilmayapti?
Bir oy, ba'zan undan ham ko'proq muddatga cho'zilishi qaysi me'yorlarga to'g'ri keladi? Bu holat pensiya yoshidagi fuqarolarimizning nafaqat moddiy ahvoliga, balki ruhiy holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pchilik uchun pensiya yagona tirikchilik manbai, kunlik ehtiyojlarni qondirishning birdan-bir yo'li. Uni kechiktirish yoshi ulug' insonlarni nafaqat puldan, balki tinchlikdan, sog'liqdan ham mahrum qilish demakdir. Chunki ko'pchilik nuroniy kishilarimizning surunkali kasalliklari bor, ular doimiy dori-darmonlarga muhtoj. Pensiya pullari kechiksa, dori olishga qiynaladilar. Bu esa ularning sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa yuridik nuqtai nazardan ham, insoniy nuqtai nazardan ham qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Davlat o'z fuqarolari oldidagi majburiyatini to'liq bajarishi shart. Keling, ushbu vaziyatda kimlar ko'proq zarar ko'rishi mumkinligini va qaysi toifadagi pensiya oluvchilarga o'zgarishlar tegishli ekanligini ko'rib chiqaylik. Eng avvalo, moliyaviy zaxirasi bo'lmagan, yagona daromad manbai pensiya bo'lgan yolg'iz yashayotgan qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari ushbu kechikishlardan eng ko'p aziyat chekmoqda. Ular uchun har bir kun, har bir soat muhim, har bir som hayotiy ahamiyatga ega. Chunki ular dorilarga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovlarga, hatto eng oddiy ehtiyojlarga sarflaydigan mablag'larni aynan pensiyadan kutishadi. Har qanday kechikish ularning turmush tarziga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularni qarzga botishga majbur qilishi mumkin. Ba'zan hatto eng yaqin qarindoshlar ham yordam bera olmaydigan holatlar yuzaga keladi. Bu esa nuroniy insonlarimizning yelkasiga og'ir yuk bo'ladi. Ular o'zini noqulay his qila boshlaydilar. O'z haqqini talab qilishdan ham uyaladilar. Holbuki bu uyalish emas, balki o'z haqqini talab qilishdir. Ayni paytda esa ba'zi toifadagi pensiyalar uchun oshirishlar ham nazarda tutilgan bo'ladi. Masalan, harbiy pensiya oluvchilarga, ayrim maxsus xizmatlari uchun alohida e'tirofga sazovor bo'lgan shaxslarga, shuningdek, pensiya yoshini yetarli staj bilan oshirganlarga qo'shimcha pullar berilishi mumkin. Bu o'zgarishlar odatda davlat budjetini tasdiqlashda yoki yangi farmonlar, qarorlar qabul qilinganda e'lon qilinadi va amaliyotga joriy etiladi. Ammo asosiy muammo shundaki, hatto bu oshirilgan pensiyalar ham o'z egalariga o'z vaqtida yetib bormayotgan bo'lsa, bu oshirishlarning qadriga kim yetadi? Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirilishi kerak, bu aniq. Shu bilan birga, har qanday takomillashtirish deganda faqat raqamlarning o'zgarishi emas, balki fuqarolarning haqiqiy ehtiyojlarini qondirish, tizimning shaffofligini, barqarorligini va ishonchliligini ta'minlash tushunilishi lozim. Pensiya to'g'risidagi qonunlar doimiy ravishda ko'rib chiqiladi, o'zgartiriladi va yangi tahrirlari qabul qilinadi. Ba'zan bu o'zgarishlar nafaqat foydali bo'ladi, balki tushunarsiz vaziyatlarni ham keltirib chiqaradi, ba'zi tushunmovchiliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun har bir pensiya oluvchisi o'z huquqlari va yangi qonun-qoidalar haqida doimiy xabardor bo'lishi juda muhimdir. Axir o'z huquqini bilgan fuqaro o'zini himoya qila oladi. Sizningcha pensiya tizimidagi bu kabi nosozliklarning asosiy sababi nima? Ishlamaydigan dasturlarmi, odamlar orasidagi mas'uliyatsizlikmi, inson omilimi, yo'qsa bu yerda davlat siyosatiga bog'liq boshqa bir sabab yashiringanmi? Bu holat sizga qanday ta'sir qildi? Balki sizning qandaydir bir g'oyaviy takliflaringiz bordir. Bu kabi kechikishlarni bartaraf etish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Sizning har bir fikringiz biz uchun va butun jamiyat uchun qadrli. Aziz tomoshabinlar, vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, har doim bir yechim bor. Pensiya pullarining kechikishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun siz aniq qadamlarni qo'yishingiz shart. Bu borada befarq bo'lmasligingiz, o'z haqqingizni talab qilishingiz lozim. Birinchi navbatda sizga pensiya tayinlagan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Bu sizning eng birinchi va eng asosiy qadamingiz bo'lishi kerak. Murojaatingizni og'zaki emas, balki har doim yozma ravishda bildiring. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring va unga kirish raqami berilganligiga ishonch hosil qiling. Bu sizning qo'lingizdagi muhim hujjat bo'ladi. Arizada pensiya kechikishining aniq sababini so'rang va to'lovni zudlik bilan qonuniy muddatda amalga oshirishni talab qiling. Qonun bo'yicha fuqarolarning murojaatlari 15 kun ichida ko'rib chiqilishi kerak. Qo'shimcha o'rganish talab etilsa, bu muddat bir oygacha cho'zilishi mumkin, ammo bu holatda sizga yozma ravishda xabar berilishi shart.
Ikkinchidan, agar pensiya jamg'armasidan qoniqarli javob olmasangiz yoki sizga berilgan javob sababsiz bo'lsa yoki javob umuman berilmasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Adliya vazirligining fuqarolar murojaatlari bo'limiga yoki fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Bosh prokuratura, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman kabi barcha tashkilotlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu organlar sizning murojaatingizni ko'rib chiqishga va qonuniy yechim topishga majburdirlar. Har bir murojaatingizga iloji boricha oldingi yozishmalaringizni, javoblarni ilova qiling. Uchinchi, agar barcha rasmiy kanallar orqali murojaatlaringiz samarasiz bo'lsa, siz advokat yordamida sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Pensiya to'lovlarining kechikishi davlatning majburiyatini buzish hisoblanadi va siz kechiktirilgan har bir kun uchun kompensatsiya talab qilish huquqiga egasiz. Bu holatda siz nafaqat asosiy pensiya summasini, balki ma'naviy zarar uchun ham kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Bu sizning qonuniy haqqingizdir. Sud orqali adolat qaror topishiga ishonishingiz kerak. Advokat sizga da'vo arizasini to'g'ri turishda, dalillarni to'plashda va sud jarayonida sizning manfaatlaringizni himoya qilishda yordam beradi. To'rtinchi, esda tuting, sizning huquqlaringiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlar bilan himoyalangan. Siz o'z haqqingizni talab qilishdan qo'rqmasligingiz kerak. Har bir fuqaroning qonuniy pensiya olishi davlat tomonidan ijtimoiy himoya qilinishi shart. Bu faqat bir qog'ozdagi yozuv emas, balki real hayotiy kafolatdir. Barcha rasmiy murojaatlaringizni yozma ravishda 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini ro'yxatdan o'tkazgan holda o'zingizda qoldiring. Bu sizning qo'lingizda isbot bo'ladi va kelajakdagi har qanday sud ishlarida asos bo'lib xizmat qiladi. Murojaat qilayotganingizda o'zingiz bilan pensiya guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport va iloji bo'lsa, avvalgi to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni, bank o'tkazmalarining ko'chirmalarini yoki pochta kvitansiyalarni oling. Eng muhimi, tinchlaning va vaziyatga oqilona yondashing. Emotsiyalarga berilish o'rniga qonuniy yo'llar bilan harakat qiling. Yolg'iz emassiz. Minglab odamlar siz bilan bir xil vaziyatda. Birgalikda huquqlarimizni himoya qilishimiz mumkin. Birgalikda kuchliroqmiz. Biz bugun pensiya pullarining kechikishi muammosini, uning sabablarini va sizning qanday yo'l tutishingiz kerakligini birma-bir batafsil ko'rib chiqdik. Sizga qonuniy maslahatlar berdik, huquqlaringizni eslatdik. Endi savol tugiladi. Bu kabi vaziyatda sizning umr bo'yi qilgan fidokorona mehnatingizga, yurt uchun chekkan zahmatlaringizga shunday munosabatda bo'lishganda, siz, hurmatli qariyalar, o'z haqqingizni olish uchun qachongacha kutishga tayyorsiz? Sizning javobingiz juda muhim. Bu savolga javobingizni izohlarda kutib qolamiz. O'z fikringizni bildirishdan aslo tortinmang, chunki sizning har bir izohingiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.